qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining o'rinlashtirishi bilan Amerika Aqsaroyining oldida va ba'zi davlatlarda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoy ocharchilikni axborotda tarqatgan 4 nafar kishiga ma'muriy jazo bergan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining muavin raisi Abdulla Nur apandi irqiy qirg'inchilikning sababi va uni to'xtatishning yo'lini yana bir qatim Twitterda o'tirib qo'ydi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining tashkillashi orqasida 10-sentabr kuni Amerikada yashayotgan bir qism Sharq Turkistonliklar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi yana bir vahshiy usuli ocharchilikda qo'yib o'ldirishiga qarata nafratini bildirish, xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun harakatlanishga chaqiriq qilish maqsadida Amerika Aqsaroyining oldida namoyish o'tkazdi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi muhim axborot e'lon qilib mundaq dedi. Atda, ya'ni 11-sentabr terrorlik hujumining 21 yilligi xotirlandi. Eng oldi bilan men barliq Sharq Turkiston xalqiga vakolatan 11-sentabr terrorlik voqeasining qurboni bo'lgan barliq vatandoshlarimiz uchun ta'ziya bildiraman. 11-sentabr terrorlik hujumi insoniyat olamining bo'lib, Sharq Turkiston xalqining qora tragediyasi. 11-sentabr kunidan boshlab Sharq Turkistonda har kun tragediya davomlashmoqda. Chunki Xitoy Sharq Turkiston xalqiga davlat terrorizmi yo'lga qo'yib, Sharq Turkiston xalqini bostirib, irqiy qirg'inchilik yurgizib kelmoqda. Vaziyat 2014-yildan boshlab texnik nacharlashdi. Xitoy terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, keng ko'lamda irqiy qirg'inchilik boshlatib, millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarni jazo lagerlari va turmalarga qamadi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar mingga yo'yish, majburiy tuhmat qilib o'tish, jinsiy zo'ravonlik, qattiq qiynash, organlarini sug'urib olish, hatto o'ltirishning nishoniga aylandi. Amerika hukumatini o'z ichiga olgan Yevropadagi ba'zi davlat hukumat va parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan bu qilmishini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Xalqaro jamiyatning jazolashi va ayblashiga qaramay, Xitoy irqiy qirg'inchilikni izchil davomlashtirib kelmoqda. 2022-yil 7-oyda Xitoy atalmış növ korona siyosatini yo'lga qo'yib, nurg'ulg'an Sharq Turkistonlikni majburiy sulab qo'ydi. Keyingi haftalarda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni haftalarcha uylarga sulab och qo'yganligiga, xalqning hukumatdan och qolgan bolalar uchun yemak-ichmak berishini o'tinganligiga, yuk mashinasiga qachilangan nonlarning tashlab o'tilganligiga, sayko'ktatlarning sesib ketganligiga aloqador qo'rqinchli sim ko'rinishlar tarqaldi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar qasddan uyida och qo'yilmoqda. Sharq Turkistondan tarqalgan qo'rqinchli bo'sim ko'rinishlardan shuni bilib olishga bo'ladiki, Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni uylariga qamab, qasddan och qo'yib o'ldirishdak vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizgan. Xitoy haddidan oshgan koronavirusi bahonasi bilan irqiy qirg'inchilik yurgizib, insonlarni ochlikdan o'lishga majburlamoqda. Sim ko'rinishlardan yezi xalqining 5 kundan beri oziqlanmaganligi, Öndidardan tarqalgan yig'a, noli zari ovozlardan ochliqdan o'layotganligi, psixik jihatda og'ir masala mavjudligi ma'lum. O'tgan hafta axborotda tarqalgan bu bayonlar tushundirdiki, Xitoy Sharq Turkistonda karantinni yo'lga qo'yib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga majburiy dori berib, og'ir darajada zaharlab o'ldirmoqda. Xitoyning Uyg'urlarni ocharchilikda qo'ygan bu sim ko'rinishlari nurg'ulg'an insonlarning o'layotganligini tushundirdi. Tünügün Erkin Asiya radiosu e'lon qilgan bir dokladda G'uljadagi insonlarning Xitoy tarafidan uyiga so'linib, ochliqda o'layotganligi bayon qilindi. Xitoyning koronavirusini bahona qilib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni ocharchilikda qo'yib, qasddan o'ldirayotganligida shak yo'q. Lager sirtidagi millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan bu ahvollar millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ko'zdan uzoq lager va turmalarga, majburiy emgak lagerlariga qamalib, vahshiy qiynashning qurboni bo'lganligining yana bir murakkab ahvolini yo'ritib berdi. Xitoy Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni ocharchilikda qo'yib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bu ahvolda biz xalqaro jamiyatga bo'libmi Amerika hukumatiga Xitoyning 21-asrda sodir qilayotgan cho'ng qirg'inchilikni to'xtatishni iltijo qilamiz. Biz xalqarodagi davlat hukumatlaridan Sharq Turkistonning xalqaro jinoiy ishlar sudidagi da'vosini qo'llashini, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatini darhol tekshirishga chaqiriq qilishini, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasidagi va'dasiga amal qilib, jiddiy harakat qo'llanib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishi, insoniy aralashish orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarini jazolashini talab qilamiz.
irqiy qirg'inchilikning izchil davomlashishi shuni tushuntirdiki, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning inson haqlari va mavjudligini saqlashning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligi. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlarini Sharq Turkistonning besilgan davlat ekanligini e'tirof qilishini, Sharq Turkiston va uning xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta asliga keltirishiga yordam qilishini talab qilamiz. Uyg'ur Amerika jamiyatining prezidenti Elfidar Iltabir xonim axborotda tarqalayotgan Uyg'urlarning echinishli ahvolini tunishtirgandan keyin Amerika hukumati, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Dunyo sayyohat tashkilotini Beyjing va elchixonalar bilan aloqalashib, yordamini yetkazib berish imkoniyati yaratishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatidan ko'chmanlik, panohlik ishlariga mas'ul Aziz Sulaymon apandi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning Xitoyning qasddan ocharchilikda qo'yib, irqiy qirg'inchilik yurgizish siyosatidan ochliqdan o'layotganligini, 2014-yildan boshlab Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, vahshiy qiynash usullari orqali irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, bugungi kunda buningga qo'shib yana bir irqiy qirg'inchilik qilish usuli majburiy och qo'yish orqali keng ko'lamda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, majburiy och qo'yishning urush jinoyati, millatni pok-pokiz yo'qotishdagi siyosiy qurol ekanligini, nazarband ostida och qo'yishning xalqaro jinoyatlar sud mahkamasida urush jinoyati hisoblanadiganligini, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning cho'ng bir xatar ichida turayotganligini, xalqaro jinoyatlar sud mahkamasining och qoldirib o'ldirishni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarini jazolashni talab qilganligini, Bayden hukumati, Amerika Tashqi ishlar ministrligi va xalqarodagi hukumat va jamiyatlarning xalqaro jinoyatlar sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llashi, xalqaro sud mahkamasini Xitoy jinoyatchilarining ochliqdan o'ldirish qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirib, jazolashga chaqiriq qilib, texmi ko'p insonlarning o'lib ketishining, irqiy qirg'inchilikning yana bir sahnasining maydonga kelishining oldini olishni talab qilganligini aytish bilan birga, Sharq Turkistonlik qarindoshlarni mustaqillik uchun kurash qilishga chaqirdi. Qarindoshlar, lekin biz buningda ümidsizlanmaylik. Sizlarga kichkina bir hikoyanday bir o'qidim. Hozir urushayotgan Ukraina 1930-yillar Stalin tarafidan 2 yil yoki 3 yil atrofida och qoldirilib 4 milliondan 10 milliongacha xalqni qirayotgan. Nima qirayotgan desanglar, Stalin Ukraina xalqining mustaqil bo'lishidan qo'rqqan. Shunga xalqni ochlikda qirayotgan. Lekin 1991-yilda Ukraina xalqi qon kechib kurash qilib oxiri o'zining mustaqilligini qo'lga olgan. Shunga ümidsizlanmaydi. Alloh xolsa bizning mustaqilligimizni cho'qim qo'lga olamiz. Bizning kendimizde Allah var, bizning iymonimiz bor. Hergiz ümidsizlanmaylik qarindoshlar. Qarindoshlar, 6 yildan birisi Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilikni davomlashtiryapti. Namoyishga tuqqanlarimiz tutkatganlar chiqdi. Tutkatmaganlar ko'pinchamiz chiqmadik. Nimishqa ko'pinchamiz men so'radim. Nimish chiqmaysiz desam, Slovatga yillarni quyruq desam, tuqqanlarimiz tutkatmasin deb. Bana hamda bu qirg'inchilik hammamizga keldi. Hammamizning tuqqanlari keldi. Hammamizning tuqqanlari osh qilib ilayotdi. Shon qarindoshlar, hamda jim yotmaylar, uyg'onaylar. Qarindoshlar, hamda ovozimizni chiqaraylik. Qo'limizdan kelishicha vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilaylik, bir harakat qilaylik. Lager şahidi Tursunay Ziyoddinmi xalqaro va xalqimizga muhim chaqiriq qildi. Biz buningdan jiq chiqishimiz kerak, namoyishni to'xtamay qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Chunki biz rasbak yig'ilganimiz bo'lib qoldi. Hozir men demasam bu ahvollarni o'zinglar ko'rib turibsizlar. Amanullah Qashqari apandimi muhim so'z qilib, xalqaro jamiyatni va xalqimizni irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakat qilishga da'vat qildi. Böyütbart xabar kanali 12-sentabr kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni ocharchilikda qo'yib o'ltirishdek vahshiy qilmishlarini, Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi boshchiligidagi Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyish ahvolini, Bosh ministerimizning bayonotini tafsiliy xabar qilish bilan yana Uyg'ur Amerika jamiyatining raisi Elfidar Iltabir va Lager şahidi Tursunay Ziyoddin xonim qatorliqlarning bayonotini Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandining Twitter hisobida tarqatgan Xitoyning ocharchilikda qo'yib o'ltirishiga aloqador sinlarini xabar qildi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilganligini alohida ta'kidladi. Yaponiyada Sharq Turkiston xalq jamiyati namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston xalq jamiyatining qonuniy vakili Rabiya Namat axborot e'lon qilib mundaq dedi: Biz Yaponiyada turishliq Sharq Turkiston xalq jamiyati, vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tarafidan 1949-yili besilgandan keyin 1955-yili Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga o'zgartirilgan zamin.
Xorluq və haqarət içində yaşayotqan həm yaqından beri Xitay təcavüzçiləri Şərqi Türkistanda Xitay virusunu bahana qılıb çarəsiz qalğan xalqlarni öyiga rəislərcə solab qoyuş, aç qoyuş, zorlab kasal qilish, davolanish huquqidan mahrum qilish və boshqa chekidan oshgan zulmlarni qilish orqali qirg'inchilik qilish usulini o'zgartirib, butun xalqni yo'qotish planini yanada tezlatmoqda. Biz Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiyona jinoyatlariga qat'iy qarshi turibmiz va Yaponiya, Amerika qatorliq dunyodagi barliq demokratik davlatlarning jiddiy tadbir qo'llanib, Xitoy tajovuzchilarini to'sib qilishini so'raymiz. Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ichki masalasi bo'lmasdan xalqaroliq masala. Shunga dunyoning aralashish huquqi bor. Mushundaq bir irqiy qirg'inchilikda yo'q bo'lib ketayotgan chorasiz xalqimizning vakili bo'lish sifatimiz bilan Yaponiya hukumatidan yordam so'rash maqsadida bu namoyishni elib beryapmiz. Xitoy tajovuzchilari mushu asrda butkul dunyo erkinlik va demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda yana kelib dunyoning tinchlikni qo'g'daymiz deyotgan davlatlarning ko'z oldida millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkiston xalqiga inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik elib beryotdi. Masalan, butun dunyoda normal deb atalayotgan odatdagi diniy odatlarning shundaqla Sharq Turkiston xalqining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan urf-odatlarini jinoyat bekitib tutqun qilishni davomlashtiryotdi. Millionlagan tinchlikni so'yadigan begunoh kishilar, olim ziyolilar, tijoratchilar va har qaysi kasb ahlilarini xohlagancha tutqun qilib, xo'rlab o'ldirish lagerlariga yig'ilib, och qo'yish, tan jazosi berish, meditsina siniqi ilib berish, qiz-ayollarni kollektiv bo'yicha yalang'ochlash, bosqinchilik qilish, organ atkazchiligi qilish qatorliq usullar bilan xo'rlab o'ldiryotdi. Shuning bilan teng millionlarcha Sharq Turkistonliklarni iz-deraksiz yo'qotishni davomlashtiryotdi. Maktablarda Uyg'ur tili, Qozoq tili qatorliq til yoziqlarni cheklab, bolalarni kichkinalar o'z tilida so'zlay olmas qilib qo'yotdi. Yuqori texnikalik sistemalarni qo'llanib, 24 soat nazorat ostiga ilib, shaxsiy turmushiga qadar aralashib olib, xotirjam uxlash huquqidan mahrum qilib, har oilaga birdan Xitoy erlarini o'rinlashtiryotdi. Urug' tuqqan va do'stlari bilan normal aloqa qilishni cheklayotdi. Millionlagan Sharq Turkiston ayollariga qarata inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni qilyotdi. Masalan, majburiy homiylik tushirib o'tish, Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlash, jinsiy qul qilish, Xitoy shaharlariga surgun qilib, arzon ishchi holatida qul qilish, illiq oilalarni vayron qilib, millionlarcha bolalarni yetim qilib, ota-ona mehridan ayirib, ro'yitiga buzg'unchilik qilish qatorli jinoyatlarni o'tkazayotdi. Sharq Turkistondagi baylarning iqtisodini musodir qilish, muhitni bulg'ash, yadro siniqi qilish, yurt mahallalarning nomlarini o'zgartirish ma'nosi bilan xo'rlab o'ldirish, lagerlarda o'ldirilgan millionlagan xalqimizning isbotini yo'qotishni davomlashtiryotdi. Xitoy tajovuzchilari yuqorqidek inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni qilib, isbotni yo'qotish uchun jasad ko'ydirish o'rinlarida o'lganlarni ko'ydirib, jinoyat isbotini yo'qotyotdi. Millionlagan buvoqlarni o'z ota-onasidan ayirib, Xitoylar o'zi beqib atalmish shafoatchi bo'lyotdi. Kishilarni zo'rlik bilan namratlashtirib, atalmish ishga o'rinlashtirish nomida qul qilib ishlatadi. Millionlagan Sharq Turkiston xalqini ro'yi va jismoniy jihatdan xarablashtirib, normal yashash huquqidan mahrum qilyotdi. Biz Sharq Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilarining bu insoniyatsiz bostirishiga qat'iy qarshi turibmiz. Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yili imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilikqa kirdi. Sharq Turkiston xalqi tarixdan buyon tinchlikni so'yadigan, insoniyatni so'yadigan, madaniyatlik, oq ko'ngil xalq bo'lib, tarixdagi xalqaroning siyosiy qaroriga hurmat qilib, tinch yashab kelgan xalq. Afsuski, Xitoy tajovuzchilari asli zamin egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqini yo'qotish uchun masalani o'zi paydo qilib, begunoh xalqlarga inson tasavvur qilg'isiz zulmlarni qilyotdi. Yaponiya hukumatining insoniyatning haq-huquqini qo'g'dashda butun dunyoda ulg'unlik rol olish bilan teng yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan insoniyatga qarshi vahshiyona jinoyatlarga sukut qilmaganligiga Sharq Turkiston xalqi nomidan tashakkurimizni bildiramiz. Shuning bilan teng biz yuksak demokratiyaning qo'g'duvchisi bo'lgan Yaponiya hukumatining insoniyatni qo'g'daydiganligiga ishonamiz va odil maydonda turib, Sharq Turkiston xalqini qutqizib olishini o'tinamiz. Shundaqla Yaponiya hukumatining Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlariga sal qaramasligini hamda Xitoy tajovuzchilarining asabiyatchi, fasist millatchiligiga qarata jiddiy tadbir qo'llanishini talab qilamiz. Chunki Yaponiya hukumati Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiyona jinoyatlarini tezdan tadbir qo'llanib, Sharq Turkiston xalqini qutqizib olmasa, Iroq bo'lmagan kelgusida tajovuzchilikni Osiyoga, undan keyin G'arb dunyosiga kengaytirishi mumkin. Biz Yaponiya hukumatining dunyodagi yuksak demokratiyani qo'g'duvchi davlatlarning biri bo'lish salohiyati bilan adolatga ega chiqishini va Sharq Turkiston xalqining demokratik haq-huquqlarini qo'g'dishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun tadbir olishini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini va Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb tunishini o'tinamiz. Shundaqla vatandan ayrilib chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning nupus masalasini hal qilib, davlatinglarga qabul qilishinglarni talab qilamiz.
Biz yana Sharq Turkiston masalasi tarixda xalqarалық masala bo'lganidek, bugunmi xalqarалық masala sifatida hal qilinishini talab qilamiz. Bu hargizmi Xitoy tajovuzchilarining davlat xizmatchilaridan tashkillangan atalmish da'vogarlari aytgandek, Xitoy tajovuzchilarining ichki masalasi bo'lmasligi kerak. Ammo Xitoy tajovuzchilarining mavhum da'vogarlari Sharq Turkiston xalqini siyosiy jihatdan qaralash va Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga buzg'unchilik qilishni davom qilmoqda. Bu kishilarning qilmishlarini qat'iy inkor qilishinglarni so'raymiz. Shundaqla Yaponiya hukumatining tarixiy isbotlarga hurmat qilib, adolat va haqiqat tarafda turib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va tajovuzchiligini tubli tizimdan oxirlashtirish uchun kuch chiqarishini talab qilamiz. Biz Sharq Turkistonliklarni javobgar bo'lishga tegishli barliq mas'uliyat va majburiyatlarimizni o'tashga har vaqt tayyor ekanligimizni alohida bildiramiz. Yuksak demokratik qimmat qarashning qo'g'dug'isi bo'lgan buyuk Yaponiya hukumatiga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Xitoy tajovuzchilari 4 nafar kishini Xitoy virusi mazgildagi ahvollarni axborotda oshkorlaganlik uchun tutqun qilgan. Janubiy Xitoy atagalik pochtasining 12 sentabrdagi xabarida aytilishicha, saqchining yakshanba kundagi so'ziga qaraganda Xitoy to'rda o'sak so'z tarqatib, dushmanlik qo'zg'ab, tartibni buzganligini, ijtimoiy salbiy ta'sir qo'zg'aganligini bahona qilib, 4 kishini tutqun qilib, 5 kundan 10 kungacha ma'muriy jazo bergan. Ularning millatini oshkorlamagan. Ma'muriy jazo berilganlar 14 kun tutib turilgan. Sharq Turkistonda 24 kasallik alomati, 4 xil yangi kasallik alomati ko'rilgan. İli viloyatining muavin valisi Liu Chinhua bu yerlik hukumatlarning xizmatidagi nurg'un yetersizlik va ojizlikni aks ettirdi degan. Xitoy qilmishi dunyoga oshkorlanib ketgandan keyin nihoyat ustalik qilib, ayblanishning oldini olishga tirishgan. Sharq Turkiston surgun hukumatining muavin prezidenti Abdullayev Nur Efendi Sharq Turkistondagi zulm, bostirish, vahshiylik, kishilik huquq zo'ravonligining sababi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligi. Sharq Turkiston xalqining kishilik huquq va erkinligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish dedi. Qani kutib boqayli, yo saydan chiqar yoki baydan. Ya ushqimiz olchi tushar degili bo'ladigan qimavozchi tafakkurning mustaqillikqa erishish masalasi bilan xuddi bajimi bo'la olmaydiganligini tushunib yetmaganligimiz oshkora. To'g'ri, mustamlikchilik tasodifiyliklarning jug'lanmasdan maydonga kelgan natija emas. Mustamlika bo'lishimizmi hech qachon tasodifiyliklar tufaylidan maydonga kelib qolgan muqarrarlik bo'lgan emas. Xuddi shuningdek, milliy mustaqillikmi aslo tasodifiylikning natijasi bo'lib qolmaydi. Hatto ilohiy nusratga erishishmi badal ustiga qurilgan bo'lib, xuddi aqidamizda tasodifiylikqa o'rin berilmagandek, samodan yog'ilgan rahmatmi tasodifiylikqa bog'lab qo'yilgan emas. Bir sabab, bir badal, bir tasdiq, bir iymon, bir harakat bo'lishi kerak. Aslida ilohiy nusratning o'zila ijtihodga, jihadga bog'langan badal to'lashning mevzusidir. Burhan Muhammadning Vatan chaqiryotdi nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'ngillar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.